Bo'lishi mumkin. Bitcoin 60 mingga tushishi ehtimoli katta. Hozir bozorni ko'rib turibsizlar. Bozorda judayam ahvol chatoq, ahvol judayam yomon bozorda. Kuni kecha, kuni kecha emas, shu o'tgan haftani ko'rdinglar. Shu o'tgan haftada bizada juda katta minuslar bo'ldi. Bir 70-80 mingga yaqin pulimiz yo'q bo'lib ketdi. Xabaringlar bor, biza robot bilan shug'ullanardik, sharkalaman degan. Даже stabil 3 yildan beri stabilni oyiga 10% daromad berib kelayotgan sun'iy intellektimizni shu yerga biz o'zimiz ham sarmoyamizning katta qismini investitsiya qilib kiritib qo'ygan edik. То есть aytmoqchiman, shu 3 yildan beri stabil Covid pandemiyasidan ham o'tib kelgan Covid paytida ham esinglarda bo'lsa, o'sha 2020-21 yilga qarasanglar, grafikda ko'rasizlar, bozorda qanaqa juda katta o'zgarishlar, tushishlar bo'lgan. Shu o'zgarishlar, shu bozorda tushishlardan ham sog'omon o'tib kelgan shu sun'iy intellektimiz kechagina bizani juda ham katta minusga kirib ketishimizga sabab bo'ldi. То есть aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda savdo urushi ketyapti. Amerika butun dunyodagi davlatlarga qarshi savdo urushi boshlagan va bu o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmayapti bozorga. Va bu ta'sir hammaga deylik o'zini effektini bildiryapti. Misol uchun bundoq mirovoyga nazar tashlaydigan bo'lsak, hozirgi kecha kunduzda dunyodagi именно shu trading bilan, birja bilan ishi bor yo'q odamlar ham juda katta zarar ko'ryapti. Oddiy misol, o'zinglar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, yengilliklarda kelgan bo'lsa kerak, Elon Musk shu fevral oyidan boshlab to hozirgi kungacha 130 140 milliard dollar pul yo'qotgan. Также Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, shunga o'xshagan milliarderlar ham, mirovoy milliarderlar ham 40-50 milliard dollar pul yo'qotgan. Hozir sizlarga faqat milliarderlarni sanab beryapman. No, dunyoda juda ham ko'p million dollar pul aylantiradigan treyderlar bor, million dollar pul aylantiradigan investitsion fondlar bor. Hamma hozir faqat pul yo'qotyapti. Hammada musibat hozirgi kecha kunduzda. Chunki bilasizlar, bozorda nima desa bo'ladi, 100% narsa yo'q bu yerda. Shu sababdan hozir juda ham ahvol yomon. Hozirgi kecha kunduzda hamma narsa bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Risklarni to'g'ri kontrol qilinglar, eng glavniysi, и to'g'ri paytda, to'g'ri joyda paydo bo'lishi bilinglar o'rtoqlar. Lekin именно mana shu kripto bozoriga, bitcoinlarga bu savdo urushi katta ta'sir o'tkazmayapti. Kechagi kunda hamma narsa qulagan bo'lsa ham, hamma narsani narxi tushib ketgan bo'lsa ham, ya'ni neft bormi, tilla bormi, valyutniy paralar bormi, keyin aksiyalar bormi, Apple, Amazon shunga o'xshagan aksiyalar bormi, hamma narsada poterya bo'lgan. Kriptovalyutalardan tashqari. Kriptovalyutalarga bu o'z ta'sirini o'tkazmayapti. Hozirgi kecha kunduzda kriptovalyutalar tepaga ko'tarilsa ko'tarilyaptiki, ammo pastga tushmayapti. Oddiy misol, kechagi kunda Bitcoin faqatgina bitta dona aktiv, ya'ni Bitcoin +2,5% yopilgan. Mana kechagina juma kunida. Qolgan aktivlar hammasi pastga juda jo'stka tushib ketgan o'rtoqlar. Shu kungacha fondoviy rынокdan, ya'ni aksiya bozoridan 10 trillion dollarga yaqin pul chiqib ketgan. Mana shu kungacha. O'shanga ehtiyot bo'linglar o'rtoqlar. 9dan 11 daqiqa o'tdi, darsimizni boshladik. Bugun sizlar bilan ikkita mavzu o'tamiz. Birinchisi piramida degan modelimiz bor, ikkinchisi head and shoulders degan mavzu bor. Shu ikkalasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Grafik ko'rinyaptimi? Hammaga agarda ko'rinayotgan bo'lsa, bir raqamini yozib yuboringlar.
Mhm. Birinchi o'tadigan modelimiz bu piramida. Piramida. Do'stlar, qaranglar, piramida modeli qanaqa model? Ehm, sekund. Piramida modeli qanaqa model? Piramida bu bozorni pastga tushishi haqida bizga signal beradi. Misol deylik, agarda sizlar xuddi shu modelni ko'radigan bo'lsanglar, bilinglarki, bozorda juda katta qulash haqida bizga signal beradi, bizani ogohlantiradi. Shu sababdan assalomu alaykum, hormang, qalaysiz? Shu sababdan o'rtoqlar, bu modelimizni uzoq vaqt deylik, uzoq vaqt talab qiladi shu shakllanishiga. Mana bozorni birinchisi tepa qismida keladi. Ya'ni tepa qismida kelgandan keyin bu ayiq trendi boshlanayotgani haqida bizani ogohlantiradi. Ikkinchisi uchta tepalikdan iborat bo'ladi. Bu uchta tepalik qanaqa tepalikligini hozir sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'taman. Uchinchisi shakllanishiga uzoq vaqt talab qiladi. Shakllanishi uzoq vaqt talab qiladi. Masalan, deylik, bu narsa oy, может, hafta talab qilishi mumkin. Va to'rtinchisi mana ayiq bozori boshlanayotgani haqida signal beradi. Ana endi biza bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi degan savol o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, mana piramida bo'lgandan keyin bu bizaga hamma bilgan piramida tepaliklarini eslatib yuboradi o'rtoqlar. Eslatib yuboradi. Mana ko'ryapsizlar, uchta tepalikdan iborat. Ko'rdinglar? Misol deylik, mana 2024-yil 21-iyuldan 2024-yil 20-dekabrgacha shakllangan. Man sizlarga endi misol tariqasida aytaman. 5 oy talab qilishi mumkin, 6 oy talab qilishi mumkin. Masalan, deylik, sizlar qaysidir kotirovkalarda xuddi shunaqa modelni ko'rsanglar, bilinglarki, sizlar sel bitimiga kirsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Xuddi shunaqa qachonki bitim ko'rsanglar, то есть xuddi shunaqa qachonki model ko'rsanglar. Mana bu bizada birinchi tepalik. Birinchi tepalik bo'lsa, mana bu bizada ikkinchi tepalik o'rtoqlar. Mana bu bizada uchinchi tepalik. Ko'rdinglar? Bu judayam oson mavzu. Men o'ylayman hammaga tushunarli bo'ldi deb. Agarda hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, misollarni ko'rib chiqamiz. Qarshi emasmisizlar misollarni ko'rib chiqishga o'rtoqlar? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Savollar bor, yo'q? Agarda yozib yuborsanglar, o'rtoqlar, agarda savol bo'lmasa, o'sha praktikaga o'tamiz, misollarni ko'rib chiqamiz. Tushundinglar? Qani ketdik. Bo'lmasa mana men daily time frame tanlab olganman va tilla kotirovkasida xuddi shu modelni qidiramiz. Daily time frame ni qidiramiz.
Ya fil deganiga kirib ketibman hozir. Kriptovalyutaga. Mana tilla, o'zimizni tilla. O'rtoqlar, bu iminni bu tepalikli bizada bir tekisda deylik bo'lishi bir tekisda bo'lsa yaxshi, nur ustiga a'lo nur. No, lekin bir tekisda bo'lmasligi ham mumkin o'rtoqlar. Mana bu model ham piramida modeliga kirib ketadi. Birinchi tepalik bizada, ikkinchi tepalik bizada va mana bu yerda uchinchi tepalik bizada mana ko'rib turibsizlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tepalik ko'ryapsizlar. Endi bu narsani sizlar qancha ko'p praktika qilib, qancha ko'p grafik ko'rsanglar, sizlarni ham ko'zingizga o'sha ko'rinishni boshlaydi. Mana bu yerda ham mana birinchi tepalik, mana bu ikkinchi tepalik va mana bu uchinchi tepalik o'rtoqlarimizda. Ko'ryapsizlar. Xuddi shunaqa uchta tepalik podryad yasalgan va bozor ko'ryapsizlar qanaqa pastga tushib ketayotganini. Deyarli yonma-yon. Mana misol uchun mana bu yerda ham juda chiroyli yasalgan mana. Ideal ko'rinishi piramida modelini. Birinchi tepalik, ikkinchi tepalik va mana bu yerda uchinchi tepalik o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar. Shu joydan 1835, 1723 deyarli 100 punkt tushirib bergan o'rtoqlar. Mana 3 ta tepalik ko'rib turganingizdek. Mana misol uchun birinchi tepalik, mana ikkinchi tepalik va yonida mana uchinchi tepalik. Jonsizlar 1, 2, 3 ta tepalik. Mana buni ham biz misol tariqasida olishimiz mumkin. Mana daily time frame, kuchli time frame ni qarayman o'rtoqlar. Birinchi tepalik, ikkinchi tepalik, uchinchi tepalik o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar, piramida modeli juda ham ko'p bozorda shakllanadi. Juda ham ko'p shakllanadi o'rtoqlar bozorda. Bu endi agarda xuddi shunaqa sizlar model ko'rsanglar, что o'ylamanglar, aniq sel ketadi degan narsani, juda uverin bo'lib ketmanglar, o'zingizga nisbatan ishonchingiz ortib ketmasin. Chunki hamma narsa 100% aniqlikda ishlaydigan bu bozorda narsa yo'q. 100% hech nima ishlamaydi bu bozorda. Tushundinglar? Agarda mana hammaga tushunarli mana bu joyda ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda ham juda chiroyli shakllangan. Birinchi tepalik, ikkinchi tepalik, uchinchi tepalik. Ko'ryapsizlar, qanaqa bozor pastga jostga tushib ketgan. Agarda hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, yozib yuborsanglar, agarda bu mavzu bo'yicha savolingiz bo'lmasa, o'sha ikkinchi mavzuga o'tamiz. Real bozorda ko'rsating. Bu piramida bozori faqat tepa qismida keladi. Faqat tepa qismidan qidirasizlar. Real qanaqa bozorda ko'rsating? Real bozorda ko'rsatyapman hozir. Ilhom aka. Do'stlar, agarda hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'sha ikkinchi mavzuga o'tsak ham bo'ladi. Bo'ladimi? Tushunarli bo'ldi, rahmat. Okey. Ana endi ko'pchiligi tanish mana bu joyda ham juda chiroyli shakllangan o'rtoqlar mana. Vobshe zo'r model bu piramida va hozir sizlarga o'tib beraman. Yelka va bosh degan o'zbekchasiga. Bosh va yelka degan model, head and shoulders, голова и плечо. Buni juda ko'pchilik taniydi. Bu modelni juda ko'pchilik biladi. Bu ham juda dodi zo'r ishlaydigan modellardan biri hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar, piramida modeli shakllangan, bozor qanaqa pastga tushib ketgan. O'rtoqlar,
ana endi sizlar bilan o'tamiz. Head and shoulders modeli. Buni qanaqasiga tushuntirib bersam bo'ladi? Bu ham как piramidaga o'xshaydi. Bu yerda faqat ikkita yelka va bitta bosh bo'ladi o'rtoqlar. Ikkita yelka. Как inson ikkita yelkasi va boshiga o'xshagan model hisoblanadi. Mana. Birinchisi ikkita yelka va bitta bosh bo'ladi. Ikkinchisi bozorning tepa qismida keladi. Uchinchisi bu model ham uzoq vaqt shakllanadi. Endi bu model ham uzoq vaqt shakllanadi. Simetriya bu qanaqa time frame'ga bog'liq. Masalan, daily time frame'da agar bu model shakllanganini ko'rsanglar, masalan, cho'chimasdan selga kirsanglar bo'ladi. Chunki bu juda ham zo'r ishlab beradigan model. Qaranglar. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu birinchi yelka bizda. Bu bizda bosh, mana bu esa ikkinchi yelka. Va biz birinchi yelkani buzib o'tgandan keyin sel bitimiga kirishimiz mumkin. Bu buzib o'tish qanday bo'ladi mana? Mana shu yelka qismlarini biz buzilganini ko'rishimiz mumkin. Bu buzilgandan keyin hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Bu 95% holatda obratni yana mana bu joyga, ya'ni yelkaga bitta tegish kerak o'rtoqlar. Yelkaga tegib, yana pastga tushib ketadi. Buni misollarda yana ko'rib o'tamiz o'rtoqlar. Xuddi shunaqa ko'rinishda ishlaydi bu modelimiz. Ya'ni qaranglar, ko'ryapsizlar, bu yerda mana birinchi yelka, bosh, mana bu ikkinchi yelka. Va biz bu xuddi shunaqa model yasalganini agar biz bozorda ko'radigan bo'lsak, o'z yelka qismini buzib o'tishini kutishimiz kerak, ya'ni tasdiq olishimiz kerak. Yelka qismi mana chizib qo'yganman. Xuddi shu zonani buzib o'tgandan keyin biz shoshib bozorga kirib olishimiz kerak emas. Naborot, именно shu yelka qismiga bu tegish uchun yana bir marta keladi. Mana shu joyga kelib tegib tasdiq olganiga ishonch hosil qilganimizdan keyin именно mana bu joydan biz bozorga sel bitimiga kirsak bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu belgilab qo'ygan joyimdan biz sel bitimiga kirsak bo'ladi. Ko'rdinglar, xuddi shunaqa model agarda sizlar bozorda ko'rsanglar, 4 soatli daily time frame'da ko'rsanglar zo'r ishlaydi. Haftalik time frame'da undan ham zo'r ishlaydi, undan ham kuchli ishlaydi. Savol, faqat bir kunlik time'ni ko'ramizmi? Sevara Bahadirovna, time frame qanchalik katta bo'lsa, deylik, bu signallar shunchalik kuchli bo'ladi. Iloji boricha 4 soatlikdan tepa time frame'ni qaraveringlar. Sizlarga o'tayotgan signallarni, sizlarga o'tilayotgan modellarni. Do'stlar, yaxshi ishlayaptimi? Ko'rinyaptimi hammaga? Hozir qotib qoldi, ustoz yozib yuborishibdi. Ko'rinyapti hammaga. Menimcha sizda internet yaxshi ishlamayapti. Jamshidbek, shunda uzoq muddatga ishlaymizmi? Endi bu sizni o'zingizni vyboringiz, Dilobar. Jelatinni uzoq muddatga ishlagan yaxshi. Bu modelimiz hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'sha misollarga o'tsak bo'ladi. Nima deysizlar? Misollarga o'tsak bo'ladimi? Jamshidbek, sizda internet yaxshi ishlamayapti menimcha. Qolganlarda yaxshi ko'rsatgan ekan. Mana hozir ko'ruvdim, xuddi shu modellar, mana do'stlar. Daily time frame'da shakllangan. Daily time frame'da shakllangan. Mana qaranglar, yaxshilab. Mana bu bizda birinchi yelka. Mana birinchi yelka. Va bizda bosh.
mana bosh va bizada ikkinchi yelka. Ketdi. Ozgina vaqt talab qilyapti mana. Ozgina vaqtdan keyin ko'ryapsizlar, qanaqa bozor pastga tushib ketyapti. Mana hozir sizlarga aytdim, mana birinchi yelkani, to есть yelka qismlarni buzib o'tdi bozor. Mana bu joyda ko'rib ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana bizada yelka qismlari qayerda turibdi? Mana bizada yelka qismlari mana shu joyda turibdi va bozor mana bu svecha bilan, mana bu svecha bilan buzdi va orqaga qaytib, mana iminni mana bu joydan retest olyapti. Mana shu yelka qismlariga teyyapti borib. Sizlarga hozir ko'rsataman qaysi cham borib tegayotganini. Mana shu yelka qismlari mana ko'rdinglar, mana birinchi yelka. Mana bizada birinchi yelka, mana bu bosh, mana bu ikkinchi yelka va mana bu sham bilan buzib o'tyapti. Mana bu sham bilan buzib o'tdi. Buzib o'tgandan keyin mana bozor yana borib imini yelka qismidan retest olyapti. Teyyapti ya'ni. Teggandan keyin bam pastga tushib beryapti o'rtoqlar. 1327, 1255. Deyarli 80 punkt pastga tushib beryapti mana. Ko'ryapsizlar? Ana endi sizlarga ko'rsatadigan bo'lsak, mana xuddi men yozib ko'rsatib chizib bergandek model shakllanyapti. Mana xuddi sizlarga mana men tepada men sizlarga qanday yozib bergansa, xuddi shunaqa model shakllangan ko'rganinglar deyortoqlar. Ko'ryapsizlar? Ana endi buni boshqa misollarda ham ko'rib chiqamiz. Piramida bilan e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu bosh va yelka modeli bir-biriga juda o'xshaydi. Mana buni ham biz bosh va yelka deb olamiz o'rtoqlar. Ola olamiz bemalol. Birinchi yelka, bu bosh, mana bu ikkinchi yelka va bum pastga. Ko'rdinglar? Buni ham ola olamiz bosh va yelkada. Mana. Ko'ryapsizlar? Birinchi yelka, bosh, ikkinchi yelka bum pastga ketdi mana. Daily time frame. 4 soatlik time frame ham juda ko'p uchraydi bu model. Bunaqa misollar juda ham ko'plab topiladi bozorda. Hozir sizlar bilan yana bitta misol ko'ramiz. Mana o'rtoqlar. Birinchi yelka, bosh, birinchi yelka, bosh va ikkinchi yelka ketdi pastga. Ko'ryapsizlar? Mana yelka qismiga kelib, mana bu yerdan retest olyapti. Mana bu joyda bu modelimiz ishlamagan mana. Mana bu joyda ishlamagan. Mana birinchi yelka, bosh, ikkinchi yelka, lekin ishlamagan. Bozor tepaga qarab ketib qolgan. Ishlagan, bu narsani biz ishlagan deb ayta olmaymiz. Tilla chunki imенно bu periodda urush davriga to'g'ri kelgan, faqat fundamentalniy tilla harakat qilgan.
Mana bu joyda ham hozir mana hozirgi kecha kunduzda ham как будто bundoq qarasanglar bosh va yelka modeli shakllanayotganga o'xshaydi daily time frame. Tillada mana birinchi yelka bizada shakllanib bo'ldi. Bosh shakllanib bo'ldi. Agarda bu joydan bozor support olib biroz tepaga yurib mana bu tepaga yursa, demak bilinglar bosh va yelka modeli shakllanyapti. Xuddi shunaqa narsa shakllansa, bozor xuddi shunaqa harakat qiladigan bo'lsa, mana bu joydan tepaga, ya'ni tillada tepaga yana ozgina pastga tushadigan bo'lsa, bilinglar bosh va yelka modeli shakllanyapti. Tushunasizlar? Bozor ko'pincha tepadan razvorot qilayotganda именно shu bosh va yelka modeli shakllanadi. Agarda bosh va yelka modeli shakllansa, katta time frame'da bu juda uzoq muddatli tushish yaqinligini bizga anglatadi. Misol uchun mana yevro USD parasini biz agarda ochadigan bo'lsak, mana yevro USD parasida ham bosh va yelka shakllanayotganga o'xshaydi. Birinchi yelkamiz bosh shakllanib bo'ldi va bizada ikkinchi yelka shakllansa bo'ldi. Kelinglar, 4 soatli time frame'ni ko'ra qolamiz. Mana 4 soatli time frame'da mana shundoq turgan ekan. Mana bizada birinchi yelka, bosh, mana ikkinchi yelka buzib o'tdi bozor. Tushunasizlar, buzib o'tdi va mana bu shamga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana chiqyapti, именно shu yelka qismiga tegib, bom pastga ketdi. Mana ko'ryapsizlar. Endi bu narsani aniqroq ko'rishinglar uchun ko'p praktika qilishinglar kerak. Grafikdan ko'p qidirishinglar kerak. Mana sizlarga qanaqa topib beryapman. Tushunasizlar? O'sha bizani ko'zimizni o'rgangan bu narsalarga. Sizlarni ko'zinglar ham o'rganishi uchun ko'proq sizlar kuzatishinglar kerak. Hozir uyga vazifa qilib beramiz. Shu modellarni topishni o'zinglar ham bitta grafik yoqib izlanganinglarda o'zinglar ham guvoh bo'lasizlar, o'rtoqlar. Bugungi darsimiz hammaga tushunarli bo'ldimi? Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Assalomu alaykum aka. Robot va strategiyalar bo'yicha bir necha savollarim bor edi. Robotning kechagi holatini ko'rganlardan so'rab, nega robotda stop-loss juda katta narx farq bilan qo'yilgan? Stop-loss shunday katta chegara bilan qo'yilgan ekan, nega minuslar bo'lib turgan? Bir vaqtda qayta сделка ochilib, yana qo'shilib borilgan va buning ustiga katta lot bilan qo'shib borilgan. Bu yerda risk menejment qani? Yana tem bo'ldi shuncha katta minus bo'lib turgan bir vaqtda va long savdolar ochiq bo'lgan holatda qarama-qarshi short savdolar ochilgan. Endi bozor qaysi tomonga ketsa ham katta minus va katta ehtimol bilan slif degani-ku. Bu yerda sabab bozor emas-ku. Bozor qanday harakatlansa ham risk menejmentga amal qilinsa bunday katta minus yoki slif bo'lmaydi-ku. Shu holatlarni izohlab bera olasizmi? Конечно, izohlab bera olamiz. Gold ismingiz nima sizni? Birinchi ismingizni bilaylik. Ha, zo'r dars bo'ldi. Rahmat sizga ham. Rahmat kattakon. Ismingizni yozib oling, sizga nima deb murojaat qilsak bo'ladi? Farhod, qarang. Bu robot strategiyasi martingale degan strategiya bo'yicha ishlaydi. Bu joyda stop loss umuman qiziq emas. Chunki agarda bitta papitkada masalan deydik savdoni yopa olmasa, o'sha ikkinchi papitkaga o'tadi. Ikkinchi papitkaga o'tish uchun u lotni kuchaytiradi. Ikkinchi papitkada agarda yopa olmasa, ya'ni ikkinchi urinishda ham yopa olmasa, o'sha uchinchi urinishga o'tadi. Uchinchi urinishda lotni yana 2x ga kattalashtirib ketaveradi. Ya'ni har bitta urinishda
lot ustiga lot qo'shadi. Misol uchun bir lot bilan ochilingan сделка agarda yopilmasa, o'sha ikkinchi сделка yana bir lotda ochilinadi va ikkita сделкani take profiti bitta nuqtaga qo'yiladi. Tushundingizmi? Misol deylik, birinchi ochilingan сделка zararda yopiladigan bo'lsa, ikkinchi ochilingan сделка foydada yopiladi deb, birinchi ochilingan сделкani zararini qoplab ketadi. Agarda ikkita сделка, ya'ni ikkita bitimda ham foydada yopolmasa, o'sha uchinchi bitim ochiladi 2 lot bo'lib va 3ta bitimni take profiti bitta joyga qo'yiladi. Ya'ni ikkita bitim zararda yopiladi, uchinchi bitim foydada olib chiqib ketadi. Ya'ni ikkita bitimni, ya'ni birinchi va ikkinchi ochilingan bitimlarni zararini uchinchi bitim qoplab ketadi. Va agarda 3ta bitimda ham ochuv bitimlarni yopolmasa, o'sha 4-chi bitimni ochadi. 4-chi bitimda 2 emas, 4 lot, ya'ni 2 ga ko'paytirib ochyapti. Va birinchi, ikkinchi, uchinchi ochilingan bitimlar bilan 4-chi ochilingan bitimni take profiti bitta joyga qo'yiladi va 4-chi bitimni take profiti uradigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi bitimlar zararda yopiladi deydi. 4-chi bitimni take profiti loti katta bo'lganini hisobiga oldinda ochilingan 3ta bitimni zararini 4-chi bitim qoplab ketadi. Xuddi shunaqa strategiya bo'yicha bu robot ishlab chiqilingan va qarama-qarshi tomonga ochilingan degan savolingizga keladigan bo'lsak, bu biz hech qildik, hech. Agarda hech qilmaganimizda, hechni bilasiz menimcha. Agarda biz bu hechni qilmaganimizda, kechagi kunda hamma shotli sliv bo'lib ketgan bo'lardi. Shu sababdan biz qarama-qarshi tarafga qarab ochib qo'ydik, что u bozor tinchlanishini kutamiz. Bozor tinchlangandan keyin biz sell, ya'ni o'sha qarshi tarafga ochilingan bitimlarni yopib, bitimlarni iloji boricha plyusda olib chiqa olmasak ham zararni kamaytirib olib chiqib ketishga harakat qilamiz o'rtoq. Farhod aka, yana qanaqa savolingiz bor? Shu model ko'rsatgan modellarimizani kichik time frame'larda ham ko'rsanglar bo'ladi. Time frame'ni o'zgartirish bu sizlarni o'zinglarning qo'lingizda. Time frame qancha katta bo'ladigan bo'lsa, bilinglar, что signal shuncha kuchli bo'ladi. Yana nima savolingiz bor, Farhod? Menimcha savol qolmadi hech kimda. Do'stlar, keyingi darsda ko'rishguncha dam olish. Tushundim aka, rahmat. Lekin qaysidir tomon hozir katta minus bo'lmaydimi shunda aka? Sliv bo'lish ehtimoli necha foiz? Martingale strategiyasi ham depozitning miqdoriga qarab bo'lmaydimi? Yo'q, depozitni miqdoriga qarab bo'lmaydi. Chunki biz bu robotdan 3 yildan beri foydalanib kelyapmiz. 3 yildan beri bu robot bizga hech qanaqa minus olib kelmagan, faqat foyda olib kelgan. No, hozirgi kecha kunduzda bozorni holatini biz to'g'rilolmaymiz. Bu narsa bizning qo'limizda emas, chunki dunyoda juda ham katta politik o'yinlar ketyapti. Bu narsa menimcha hammaga aniq va ravshan. Va Amerikaning prezidenti Donald Tramp nimalarga podpisatsiya qilayotganini o'zingizlar ko'rib bilib turibsizlar. Butun dunyoga qarshi Amerika hozir savdo urushini ochgan, ya'ni bojlar e'lon qilyapti. Va u bojlarning hisobiga butun hozir bozorda nafaqat bu bizani robot, nafaqat deylik biza o'zbekistonliklar, balki butun dunyo hozir pul yo'qotyapti. Va ularning orasiga biz ham kirib ketdik kechagi kunduzda. Biz bu robotni nima uchun insonlarga taklif qilganmiz, qanaqa ma'noda taklif qilganmiz? Вот bizda xuddi shunaqa robot ishlayapti. Biz o'zimiz foyda qilyapmiz. Agarda xohlasanglar, sizlar ham foydalaninglar degan maqsadda biz insonlarga aytganmiz va bu robotdan juda ham ko'p inson foydalangan shu kungacha. 5-6 oydan beri foyda qilib, foydasini yechayotgan insonlar bo'lgan. Takji biz ham o'zimiz ham undan oldingi yillarda ham foyda qilib, foydalanib, foydasini yechganmiz. Faqat hozirgi kechagi kunda bo'lgan voqeada
judayam o'z katta ta'sirini o'tkazdi bu narsaga. Do'stlar, hammaga xayr. Agarda yana qanaqadir savol bo'lsa, Farhod bemalol chatga yozsangiz, tekst orqali javob beriladi. Inshaalloh. Ko'rishamiz do'stlar.